Ya qo'lingda bo'lgani ma'qul. Bu ham senga bir avtoritet-da. Yo, Hasan qo'yavera jo'ra. Xullas, bu o'zi turlanib turadigan bola uncha ham ko'p ishonch qoldirmayapti keyingi vaqtlarda. Hey, jo'rajonim. Xullas, qadrli do'stlar, kecha marafon bo'lgan. Mana shu marafonni izlari bu shaharlar. Mana o Said jiyanim telefonni videoga olishga tushdi. Bu ko'prik bo'yicha bu yo'l bo'yicha ko'p chiqishlar qilib, ko'pchiliklar bilan nima qildik? Suhbatlar qurdik. Tumanimiz rahbarlari, viloyatimiz rahbarlari kecha 11-aprel kuni ochilish marosimini qilgan. Juda ham yaxshi bo'ldi bu yo'lda qurilgani. Bolalar, qanday? Tomosha zo'r bo'lyapti. Mana bu bolalar, mana shu jo'ralar. Zo'r bo'pti ko'prik. Bu yangilik, katta yangilik bu. Ko'prikka bu yo'lda qurilishiga tan beryapmiz. Bir yilda bir yilda mana shunday ko'priklar, katta yo'l tashkil bo'lyapti. Shuning uchun tan berish kerak. Bu Mana daryomiz. Daryoda bil suv mo'l. Har yili bunday yo'qmaydi. Beryapti, dehqonchilikka beryapti, osmondan ham beryapti, tan berish kerak. Qan Toshmatov, siz ham bir nimalar deb yarim qani. Bu xalqimizda Birinchi o'rinda shunday blogerga gap yo'q. Mana. Hammani ham qo'ldan kelmaydi. Hokim bog'larga rahmat. Mana shu ishlar tashkil qilgani uchun. Ya sen kelmasang ham mayli. Sen kelsang biz ham tamam. Biz qo'yatda gapni biz. Jo'ralar sho'xda sho'x. Jo'ralar sho'x. Sinfdosh jo'ralarim bo'ladi. Shirayla chiqdi. Nihoyatda mustahkam ko'prik. Juda tez muddatlarda tez arada bitirib berdi buni. Bu yil mobaynida mana shunday Xalqqa xizmat qildi. Yani Husan degan do'stimiz kelyapti. Turdi. Ha. Ochilish marosimida o'ynab beraman degan. Taslimman deyapti. Zo'r. Zo'r.